Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyarısıyla hacırız. Washington'da sözleyimiz bugün çislağı 2022 yıl 10. ayının 13. günü vatandaş. Bugünkü vaziyetimiz hakkında toxtalsak, Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Joe Biden tünügün 12. günü, 10. ayının 12. günü Amerika Qo'shma Shtatlari davlat bexatarligi strategik siyasetini e'lon qildi. Shu munosabat bilan bu to'liq 48 betlik inglizcada shunday chiqibdimiz. Bu Xitoy tiliga buni bir abzasdan ikki abzasla tarjima qildi. Shu tarjimalar bo'yicha sizlarga bugun shu strategik siyosat Amerika Qo'shma Shtatlarining shuni yetkazimiz. Ondan anıldığını ko'rdinglar, hozir Beijingda şu lozinkalar chaplanib, Reis Xi Jinpingni taxtdan tushishga, iste'fo berishga yoki huquqni topshirishga majburladi. Buni endi namoyish xarakterli harakat desimi bo'ladi, endi lozinka plakat chaplagandan keyin. Lekin odam ko'p emas, vaqtmi uzun emas. Lekin bu bir boshlanishmi nima? Bo'libmi eng nozik vaqt. Masalan, 7. umumiy yig'in tuniga oxirlashdi 12. kuni. 12. kun oxirlashdi, keyindan bu namoyish chiqdi, bu plakat, bu lozinka chaplandi Beijingga. Endi sizlar bilasizlar 15. kun axborot e'lon qilib, 10. ayning 16. kuni rasmiy 20. qurultayni boshlaydi, vaziyatmi shu. Endi hozir sizlarni anglaydiganlar Prezident Joe Bidenning davlat bexatarlik strategik siyosati. Mavzu mundaq. Prezident Joe Biden mundaq ko'rsatdi. Amerika Rossiya va Jungo bilan bo'lgan raqobatda hal qilg'ich 10 yilga, oldimizdagi 10 yilga kirib keladi. Mavzular xabar 10. ayning 12. kun Dunyo gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Bundan keyin Van Betorbiti e'lon qildi. Prezident Joe Biden 10. ayning 12. kuni e'lon qilgan 2022 yil 10. ay davlat bexatarlik strategik siyosati dokladida bunday ko'rsatdi. Amerika bilan Jungo o'tirishga raqobat hal qilg'ach 10 yilga, 10 yilga emas, 10 yilga qadam tashildi. 10 yilga qadam tashildi. 48 betlik bu dokladda Prezident Joe Biden bunday ko'rsatdi. Jungoning muddao va g'arazili bo'lib qolmasdan bargan sari buningga loyiq iqtidor tayyorlayotdi. Xalqaro tartibni o'zgartmoqchi bo'layotdi. Yer shari miqyoslik musobaqada hozir Jungo tarafga eg'ib keldi. Jungoga foydali bo'lib keldi. Prezident Joe Biden Aqsaroyga kirgandan keyin tunji qatim e'lon qilgan davlat bexatarligi strategiyasi dokladida yana mundaq ko'rsatdi. Jungo bilan Rossiyaning xalqaro tartibga ilib kelgan xaraslari, masalaning doirasi va masalaning cho'ngligi, zo'rligi ve eğerlik derdisi Amerika hükümetiga intayin aniqdir. Amerika Jungo münasebeti tuvan darajaga tushib qoldi. Amerika 79 yili Amerika Jungo diplomatik munosabat o'rnatgandan beri bugungi kunda Washington bilan Beijing o'rtasidagi munosabat navbatda eng tuvan chekka tushib qoldi. Jungo armiyasi tezlik bilan zamonaviylashdi. Hamda Jungo armiyasi Tayvanga ig'vogarchilik qilishga boshladi. Bu Amerika diqqat qiladigan muhim nuqtadir. Prezident Joe Biden dokladda bunday ko'rsatdi. Amerika navbatda ikki turli strategik tanlashga duch keldi. Biri soğuk münasebetler uruşidin keyinki çoğun devletler o'ttirisidagi raqobat hem de devlet alqıgan her xil sınaqlar
Məsələn, klimat özgürüşü və yer şari səyyar sağlamlığıdan ibarət. Prezident Joe Biden mındaq göstərdi. Növbətdə biz turub atqan buruluş nöqtəsi. Bugünkü tanışımız və məsələni ilgirkiyin tərtib bilən bir tərəf qilishimiz. Şunuzmu? Məsələni ilgirkiyin tərtib bilən. Bugünkü tanışımız məsələni ilgirkiyin tərtib bilən bir tərəf qilishimiz. Tərəqqiyat yolumuzni belgilaydi və rəqabət meydanımızı belgilaydi. Kelgusi mana mush yerdə belgilanadi. Demek stratejilik siyaset bilen hemmisi kılınıdır. Prezident Joe Biden dokladında gösterdi. Mustabit hakimiyetlerinin xarıslarına duç kelgen bolsak mı? Amerika yanıla erken, eçivitilgen, güllengen, bexatar, halkara tertip ne? Ollaydı.